ko'rishimga to'g'ri keladi. Gojo kuchliroq ekan deyapti. Bilmadim kim kuchliroq. Hammaga salom. Men Super Muxlis kanalining muallifiman. Mana shunchaki muxlis yo. Men super muxlisni ko'rmayapti. Bu hozir bu bola. Hamma ekanda shu bola. Qayerga qarasang shu bola. Bugun men Aniforum kanalida mehmonman. Bugungi videoda sizlar bilan birga sayohatda qatnashaman. Bugun qayerga sayohat qilamiz, nima haqida gaplashamiz, qanaqa sirlarni ochib zavqlanamiz. Siz o'tganda meni jonli efirga chiqmadingiz super muxlis. Eslab qoling, siz bekor chiqmadingiz ashunda. Chaqirdim. Sizni videoyingizni ko'rayotgandik. Siz o'zingiz fikringizni to'liqroq tushuntirib berishingiz mumkin edi. Lekin undamadingiz. Sizlarga Aniforum o'zlari gapirib beradilar. Bugungi videoda Iblislar qotili animesidagi 6 ta oliylar haqida gaplashamiz. Ular qanday kuchlarga ega va iblisga aylanishdan oldingi hayoti qanday bo'lgan? Bugun bularning hammasiga javob olasiz. 6-o'rindagi Oliy Oy, Gitaro va Daki. Ular aka-singil va ikki Bular eng zaifi to'g'ri Gitaro va Daki. Ko'pchilik mana shu Gitaro'da aytishdida sizga yoqadi aka 100% yoqadi aka, sizga 100% yoqadi deb ko'pchilik shu Gitaro'da aytishdida kuchi ham zo'r, o'zi ham zo'r aka, personajga rahmingiz ham keladi deb. To'g'risini aytaman, kuchi zo'r ekan, lekin rahmim kelmadi. Ya'ni qanday qilib rahmim kelsin? Bu personajni menga ko'rsatishdi, keyin o'ldirib bo'lishgandan keyin tarixini ko'rsatishdi. Menga uje baribirda. Uje bu personaj o'lib ketdi. Yo u buni tarixi hozirgi qilgan ishlarini oqila olmaydi. ikkalasi ham 6-Oliy Oy maqomi berilgan. Ular animening 2-mavsumida qizil fonar. Oma texnikasi zo'r ekan. Ya'ni ikkosini ham kallasini teng yurish kerak. Bu ahmoqcha urishdida, bu singisini hayotda chiqarish kerak emas edi. Hammaning oldiga singisini qayergadir yertaga ko'm qo'ygan holda turishib, buni kallasini ursa ham doim postoyanno tirik holatda urishaverasida. Jodigarlar nima deb qo'yasizda? Xullas kalom jodigar deb qo'yamiz bularni ham. Mana qilichvozlar ham shokda hammasi. Tanzila o'ldirishyapti, tirilyapti. O'lmayapti-da, shokda bo'lasizda. Bu bo'lsa singisini ham jangga olib chiqib oladimi, ahmoq. Kvartalda ko'rinish beradi. Gyutaro Yoshivara tumanida tug'ilgan. Bu tuman fohishalik bilan mashhurligi sabab bu yerda tug'ilgan bolalar jamiyat tomonidan qabul qilinmas va kam deb hisoblaydi. Buni tarixini bildingiz. Shunday beriladi. Iblisga aylangandan so'ng Umining ismi Dakiga o'zgartiriladi. U ko'p yillar davomida insonlar orasida chiroyli ayol niqobi bilan yashirinib keladi. Gyutaro esa sovuqqon, shafqatsiz va dahshatli kuchga ega iblisga aylanadi. Sovuqqon va shafqatsiz va eng muhimi tupoy iblisga aylanadi ekan. Bu aytganda singisini bekitib qo'yish kerak edi. Singisini hech kim uni borligi haqida hech kim bilish kerak emasdi. Shunday kuchli qurol bo'ladi. O'zi o'ylang, kallasi uzilsa ham tirilib turaveradi. Agar ko'rmaganlar bo'lsa, sizlarga ma'lumot, buni o'ldirish uchun sinisi bilan buni kallasini bir vaqtda uzish kerak. Ya'ni ikkosini ham kallasi uzilgan holatda bo'lish kerak, teng. Ular doim Shibuya voqeasi nima deyapsiz? Shibuya voqeasi nechinchi qismi iltimos ayting. Shibuya voqeasi 2-sezonda 13-mi seriyasidan boshlaydi. birtanu bir jon bo'lib jang qilishardi. Ularni kuchlariga keladigan bo'lsak, Daki bir jang bo'lib urishadi. Undan ko'ra vashiva urushmagani yaxshi. Bu beginib tursa bo'ldi. Gitarada o'zi yetib boshardi hammasiga. matodan Mana shu yerda savol borda, qaranglar. Buni kallasi uzilmasa, narigini kallasi uzilsa, tirik qolaveradi ekanda. Bittasi ikkosini kallasi teng uzilish kerak ekan, xullas kalom. Endi bittasi quyoshda kuyib ketsa-chi, ya'ni quyoshda qolib ketdi, bittasi yer tagida qoldi. Nima bo'ladi? Ikkosi ham o'ladimi mana shunda yo bittasi o'lib, bittasi tirik qoladimi? qiladi. Bu mato keskin holatga ham kira oladi va cho'ziluvchanligi sabab uzoq masofada dushmanlarga zarba bera oladi. Undan tashqari bu mato tanani o'z ichiga oladi. Vaqti kuchini qizig'i yo'q, ash qizda-chi, u qiz bekor jangga qo'shildi. esa Blood Demon Art, ya'ni iblis qon san'atidan foydalanadi. Mana shuni kuchi dahshat. orqali qonli o'roqlar paydo qila oladi va o'roqlardan qonli juda zaharli bo'lib, kuchli falaj holatiga tushiradi. Keyin esa sekin asta o'lim holatigacha olib keladi. Gyutaro juda tez Mana shu o'lish kerak edi. Mana shu yerda hamma zaharni olganlar o'lish kerak edi. 13-qismidan adashmasam, 13-14-danda bir kirib ko'ring-da. kutilmagan hujumlar beradi va bu Ko'rdim, rasm tashladingiz. Menda Telegram kompyuterimda ochiq turibdi. Gojo'da rasmini tashladingiz. O'zingiz chizdingizmi? dushmanni yaxshigina chalg'itadi. Ularni hech qanday jarohatlar kuchsizlantirmaydi. Bu qobiliyatlar ularning Tanjiro jamoasi va hashiralardan bo'lgan Uzi Tengen bilan jangida ko'rishingiz mumkin. Ularni yengishni yagona yo'li ikkisini ham bo'ynini bir vaqtda kesish zarur. Ikkosini bo'ynini bir vaqtda yechish kerak. Ko'ryapsizlarmi? Nima bo'ladi agar bittasi yonib ketsa,
Quyoshda qolib. Ikkinchisi yer tagida bo'lsa, shu hali quyoshga tushmagan bo'lsa, nima bo'ladi? Ikkosi ham o'ladimi yo bittasi o'lib, ikkinchisi tirik qoladimi? Agar quyoshda qolganinglar o'ladi desanglar, unda narigisini kallasini uzgandan keyin o'laveradigan bo'lib qoladimi yo tirik qolaveradimi? Shunaqa dovdircha savollar ko'pda. 23-qismda уже tugadi-yu Shibuya voqeasi. Shibuya voqeasi 12-13 seriyasidan boshlanadi. 5-oliy oy Gyoko. Mashina qiziq mashina. Kim ekan bu tuyakda yurar ekan, qaranglar. Ikki aylanishdan oldin Mashina ko'rdim. Ammo mashina joyi dahshat olinganda, imенно animatsiya, kadr, rejissura va shu dahshat imенно mana boshida Akaza keladi-yu, Akaza tevadan qarab turadi. Kadrlar almashishi go'zal. Managi bo'lgan. 3-chi Haligi nima deydi? Spirtnoy ichimliksiz, ya'ni araq ichmagan holatda kayf qilib qo'yadigan dahshat darajada chiroyli chizilgan. Swordsman Swiss Village, ya'ni qilichsozlar qishlog'i arkasida paydo bo'lgan. U 40 уже yaqinda chiqar ekanda bu qilichsozlar arkasida bo'lsa, men как раз asherdamanda. Hozir o nima Tanziro haligi qilichini sindirib qo'yadi, hali boboy senga yasamayman bor, pashol dedi-da. Yasamayman deb turib oldi shekilli, istab ketgan shu boboyni. qishloqdagi kichkina baliqchilar qishlog'ida yashagan va bolaligidan baliqlarni juda yaxshi ko'rgan. Hatto Rahmat, sizning xususiyati rahmat. Unaqa demanglar, ammo haligi kekkayib ketmay xudo saqlasin. U odamlarga nisbatan biroz g'alati munosabatda bo'lgan. U o'zini baliqlar bilan insonlardan ko'ra yaqinroq his qilgan. Bir kuni uning ota-onasi dengizda halokatga uchrab, halok bo'lishgan. Managi yetim qoladi. Va qo'shnilar uning tarixini aytib bergan ekanda, actionsi ishkal bo'lyapti. Menga kuchini aytib bergani yetar. Chunki nimada? Ben tarixini bilsam, keyin anime ko'rayotganimda spoilerlar ko'p bo'lib qoladi. Mana shu mo qizni ko'rdikda bizcha hozir. Qiz bu yo o'g'il bolami? O'g'il bola bo'lish kerak adashmasam. Yetim qoladi. Bu yomon kuchli ekan bu hamchi. Bu haligi bizni Tanzironi bir ruhlatib qo'ydi-da o'zi ham. Va qo'shnilar qaroviga o'tadi. Vaqt o'tib unda ruhiy buzilish belgilari paydo bo'la boshlaydi. U baliqlarni tiriklay kesib, ularni san'at asariga aylantirishga uringan. Bu Ammo to'g'ri aytdi-da, shu bolani gapiga qo'shilaman. Aytyapti-da, stolp hashirani deyapti. Hashirani vaqti sizlarnikida o'lchanmaydi deyapti. Men har bir soniya yo'qotgan vaqtim kimlarnidir o'limiga olib kelishi mumkin deyapti-da. Bu gapiga 100% qo'shilaman. Odamlarni undan qo'rqishga va yomon ko'rishiga sabab bo'ladi. Meni muxlislarim meni yomon maqtashyapti. Chattachi, rahmat. Baliqlarni o'g'irlashadi va masxara sifatida uni o'ldirib tashlashadi. Managi g'azabga to'lib, o'sha bolalarni bo'g'ib o'ldiradi va jasadlarini bo'lib suvga tashlaydi. Shu hodisadan so'ng u butunlay ruhiy tomondan buzilib, qishloq odamlari uchun yomon ruh deb bilgan nihoyat Kibutsu Jimunsan uni topadi va iblisga aylantiradi. Gyoko amorfa orqali suv ajdarlari shaklida oqimlar paydo qiladi va bu oqimni qilich bilan qaytarish juda ham qiyin. Men bitta narsani tushundimki, hozir mana shu 3-sezonda yarmiga kelib, Libboy yarim oy, oliy oy nimadan kuchli hisoblanar ekanda, Libboy hashiradan, eng kuchsiz ya'ni yarim oy deyman, eng kuchsiz oliy oy Libboy eng kuchli hashiradan kuchli hisoblanadimi? Shu savolga javob beringlar-chi, ko'rganlar bormi? Keyingi videoda men ismim chiqsin. Haligi stream haqida videoyimizdanmi? Chiqaramiz. Sizlarga savol, iblislar jangini iblislar qotilini ko'rganlar bormi? Menga tushuntirlar-da. Libboy hashiradan eng kuchsiz oliy oy kuchli hisoblanadimi? Ya'ni Vysshey Luna. Yo'q. Точно yo'qmi? Точно yo'qmi? Bittaligi Budda bolalar kuchlimi ulardan yo ha? Ha yo'q. Qaysi biri? Hami yoki yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Menga bunday po faktu aytinglar, monovunisidan kuchsizroq hisoblanadi, monolarning hammasidan kuchli deb atlarni yozib bering, ilojisi bo'lsa. Va yana u dushmanlarni bo'g'ib qo'yish uchun Prosta 6-oy, shu 6-darajadagi oyni o'ldirishgan ekan, haligi ularni hashiralarning ustozi bor, ustozim haligi o'lay deb yotgan bola, beti kuyib ketgan, betini yarmigalar kuygan bola. Bu hammasini o'zgartiradi deb o'zidan ketib qoldi-da, xursand bo'lganidan. Endi hammasi o'zgaradi. Bu olamni o'zgartiradi. Bizni yangi zamondagi
iblislar qotillari hozirgi mahaldagi hashiralar eng kuchlilari tarixdagi deb. Akazama dahshat ekan. Akazama Rengoku bilan jangi eng zo'r janglardan bittasi. Qarang, ashi jang bo'lmaganda meni nazlimda katta ehtimol bilan men iblislar qotilini tashlab yuborasdim-da. Suvli Ko'rmasdim tufaklar darsh. paydo Ashi jang juda ko'p narsani o'zgartirdi. qila oladi. To'g'ri, baribir ko'rsam kerak edi, lekin ashi jangdan keyin bu animega bo'lgan qiziqishim bir 10 marta oshdi-da. Bu tufaklar ichida dushmanlar nafas ola olmaydi va chiqib ketish ham oson emas. Bu qobiliyatlarni uning Michiro Togito bilan bo'lgan jangida ko'rishimiz mumkin. Menga eng yoqmayotgan narsa bu 4-oy iblislar qotilida nima? Hamma voqealar shu biz bosh qahramon bilan aylanyapti-da. Uning o'rniga biron bitta voqealar Tanziro deyman-da endi. Zenitsu yoki uni Inosuke ashlar atrofida ham biron bir voqealar bo'lib, ashlar отдельный Tanziro qatnashmagan holatda ashlar voqealarini ham ko'rsatganda qiziqroq, zo'rroq bo'lasi deb o'ylayman. Men eng yaxshi ko'rgan qahramonim dalil men Zenitsu, eng zo'r qahramonlardan bittasi. Lekin Inosuke ham bu Inosuke bilan tengemda bir-biri dueti вообще dahshat. Oy, Hentengu. Hentengu ham animaning 3-mavsumida e'tibor markaziga tushadi. Hentengu inson bo'lgan davrda jinoyatchilik bilan shug'ullangan, ammo doim o'zini aybsiz deb hisoblagan. U yoshligidan o'g'irlik, firibgarlik va hatto odam o'ldirish bilan shug'ullangan. Eng katta illat javobgarlikni hech qachon o'z zimmasiga olmasligi edi. U qo'lga tushganida doim bu mening aybim emas, ular meni majbur qilishdi deb faqat o'zini himoya qilardi yoki bu tasodif Bunaqalar ko'p hozirgi mahalla. Imенно shunga o'xshaganlar ko'p. edi deb bahona qilgan. Nihoyat u qilmishlari uchun hibsga olinadi va qatl etilishi belgilangan edi. Qatl kuni u panjara ortida vahima ichida o'zini aybsiz deb baqirib qichqiradi. Shu paytki bu sudya muzzal yaqinlashadi va agar iblisga aylansang, qatl bo'lmaysan deb taklif qiladi. Hentengu bu imkoniyatni darhol qabul qiladi va Solo levelingni ko'rganman. iblisga aylanadi. Birinchi sezon ham, ikkinchi sezon ham. va aybsiz odam bechora. qiyofasini eslatadi. Lekin shu bilan birga dahshatli ham. U qari odamga o'tadi. Odam qiyofasi Главный герой Синсу. Hentenguning ko'rinishi Uy, juda g'alati va men aybsiz chiqib odam ketdim, qiyofasini eslatadi. Lekin shu bilan birga dahshatli ham. U qari odamga o'xshaydi. Bukchaygan tanaga ega, peshonasi katta va baland. Ko'z qorachig'i qizil va Znash hozir top bo'yicha ketyapti-da mo videoda hozir. Eng kuchligi ashunda mo birda oxirgi aytgan eng kuchligi bo'ladi mana shunda. ko'rinishi esa doim qo'rquvdagi odamdek ko'rinadi. Agar Hentengu tanasida zarba yesa yoki Mana shu eng menga yoqmayotgan boshi personaj mana shu kesilsa, qiz. Mana bu qiz. To'ba qildim. Har bitta jangda boshida oddiy demon bilan zo'r urishatdi, keyin uje yarim oylar yarim oylar yana oliy oylar bilan urush boshlaganda uje oliy oylarga ham qarshilik ko'rsatyapti-da, hech qanaqa tenirovka qilmaydi, yo odamlarni yemeydi kuchayish uchun. Uxlab-uxlab kuchayib ketaveradi ekan. Вообще zo'r texnikada. Uxlaysiz, kuchayaverasiz. Ertak shu qizni sujetdan olib tashlashganda yaxshi bo'lasdi. Menga eng yoqqan anime Attack on Titanov, ya'ni Titanlar hujumi, prямой переводи hujumchi Titan. Keyingisi Jujutsu Kaisen, Jodugarlar jangi, undan keyingisi Tetrad Smerti, Code Geass va hokazo va hokazo. Ketaveradi. Ko'p meni yaxshi ko'rgan balki animelar. boshqa Nezuka, shaxslar Nezukani rasmini ko'raman. Xafa bo'lmaysizlar. Kimda kim yaxshi ko'rsa, Nezuka prosta yo'q joydan kuch olaverar ekanda. gap bo'linadi. Har bir yangi shaxs uning bir hissiyotini ifodalaydi. Ular g'azab, qo'rquv, zavq va qayg'u. So'nggi shakli esa Zahakuten. Zohakuten bu barcha ajralgan tanalarning birlashgan holati. Har bir hissiyotlar har xil unsurlardan boshqara oladi. Shamol, chaqmoq yoki tovush kabi Zohakuten paydo bo'lgan kirishadi. Mana. larni Biz eng yaxshi ko'ramiz. Hatto Tanjiro bilan jangida ko'rishimiz mumkin. Bekar ko'rib shu. Mana shu joy dahshat chiqqanda. Mana shu kadrlar. Ko'z rohat oladi shu kadrlardan. Keyingi videoda Maxitoni kuchliroq qiling. Maxitoni men hech kimni kuchli yoki kuchsiz qilmayman. Men videolarimni ko'rsangiz qandaydir taxminlar asosida sujet qilingan, ya'ni men iloji boricha ularning tuyg'ularini ochib berishga urinaman agar qahramonlar haqida video qilsam. Ilk marotaba O'zimni munosabatimni bildirishlikka urinaman keyin. birinchi mavsumning 26-qismida juda qisqa sahnada paydo bo'ladi. Keyinchalik Mugen poyezd arkasida asosiy hikoyaga kirishadi.
Iblisga aylanishidan oldingi ismi Hakuji bo'lgan. Hakuji kambag'al oilada dunyoga keladi. Chat jang. Ash jang eng zo'r jangni ko'rgan Musulmon janglar. bo'lgani sabab Ko'pchilik aytdi-da menga, "Yo'q aka, bu emas, tengim bilan haligi 6-oyda jangi kuchlik, chiroyliroq chizilgan, zo'rroq aka" dedi. Yo'q, barmo jang sababli Hakuji qisqaroq, to'liqroq va eng muhimi ma'noliroq. otalarga pul topish uchun o'g'irlik bilan shug'ullanadi. Onovi 6-oy bo'lsa o'zining eng kuchli ko'zirini o'rtaga chiqarib qo'yadi. U qizni bekitib turish kerak edi-da. Shuni hozir o'ylasam hozir ham jahlim chiqyapti haligi. Tuppoycha o'lib ketdi. Bu ishlar sabab omma ko'zida yomon ko'rinib qolgandi. Lekin otasi uni kelajagi uchun o'z joniga qasd qiladi. Bu Hakuji uchun dahshatli ruhiy zarba bo'ldi. Keyin u Keizo ismli do'kon egasining yordami bilan hayotini yana yo'lga qo'yishga urinadi. Keizo uni qizi Kayuki bilan tanishtiradi. Kayuki Tarixini yo'q, tarixini men anime ko'rganimda bilib olaman. Tarixini o'tkazib olayotganimga xafa bo'lmanglar. Akazan jangi zo'rroq, to'ppa-to'g'ri. Men eng yaxshi ko'rgan jang. va iblisga aylantiradi. Keyin Zenitsu'da janglari ham. Shunda Hakuji insoniyligini unutadi va Akazaga aylanadi. Mahito haqida keyinroq bir video qilaman. Mahito bu meni eng yaxshi ko'rgan zlodeylarimdan bittasi. Haqiqatdan zo'r zlodeyda. Uning Rohat olasiz zlodeyliklaridan, yovuzliklaridan ham. U haligi boshqa zlodeylarga o'xshab to'poycha harakat qilmaydi, bosh qotirmaydi, zlodeyligini tan olib o'zini oqlashga ham urinmaydi. Zo'rda shunisi. iblis bilan taqqoslab bo'lmaydi. Bir zarb bilan katta toshlarni maydalab tashlay oladi. Hech qanday qurolsiz ko'plab hasharlarni o'ldirgan. Akaza juda katta tezlikda harakat qiladi. Dushmanining aurasini his qila oladi va shu sabab zarbalarga bemalol chap beradi. Alamli joy, ya. Iblislarga qaraganda juda tez tiklanadi. Hatto boshi uzilsa ham jang qilishda davom etadi. Bu kamdan kam iblislarda mavjud bo'lgan qobiliyat. Undan tashqari u zarbalarni havo to'lqinlariga aylantira oladi. Shu sabab masofadan ham jang qila oladi. Bu qobiliyatlarni uning hasharlaridan biri Rengoku Kojiro bilan jangida ko'rishingiz mumkin. Aytganimdek, u raqib aurasini seza oladi. Agar undagi ruhiy holat past bo'lsa, Akaza jangni o'yinga aylantiradi. Mahito mujik. Mujik Mahito. Ikkinchi oylik Goma. Mashini yomon maqtashyapti. Mengacha bir 5 tacha odam maqtadi, masha animeda ko'rgan odamlar 5 tasi maqtadi Doma. Ko'rinishda xushmuomala va Lekin ko'rinishidan menga vobshe yoqmadi. bo'lsa ham Ayniqsa chizilishi. siz va shafqatsiz. Doma odam bo'lib tug'ilganda allaqachon noyob ko'z rangiga ega bo'lgan. Ko'zlarida rangli uchburchak shakli bo'lgani uchun odamlar uni iloh farzandi deb bilishgan. U ota-onasi tomonidan ibodat uyi boshlig'i sifatida katta qilingan va ko'plab odamlar unga sig'inishgan. Aslida Doma tug'ma tarzda hissiyotsiz edi. Ava mashina ham kuchini zo'r ko'rsatishgan. Bu sifatida faqatgina bitta farzand talashlari ko'rshilar qotadi. Birinchi marta uchun Mashina ham kuchini zo'r ko'rsatishgan nimadachi? Nova. Haligi qo'lini kesib tashlagan joyda nimani? Akazan qo'l kesib olgan. egizaklar omadsizlik belgisi edi. Oila qoidaga ko'ra Bularda ham egizaklar omadsizlik belgisi emas, joriyalar jangida ham egizaklar omadsizlik belgisi. voris sifatida faqatgina bitta farzand talashlari kerak edi. Yurichi dog' bilan tug'ilgani uchun uni la'natlangan deb hisoblashgan va monastirga jo'natilgan. Michukatsu esa sog'lom va iqtidorli bo'lgani uchun voris sifatida tanlangan. Keyinchalik ikkisi ham jangchi bo'lish uchun harakat qilishadi. Janglarda doim Yurichining qo'li baland kelardi. Michukatsu esa undan kuchsiz edi. Shu sabab u yanada kuchayish maqsadida Mudzan bilan uchrashadi. Mudzan unga boqiy hayot va oldingidan ham kuchliroq qobiliyatlar beradi. Yurichi esa iblislar qotili bo'lib katta bo'lgandi. Michukatsu o'z ismini Kukushiboga o'zgartirdi. Iblisga aylangan bo'lsa-da, u Yurichidan kuchli bo'la olmadi. U qolgan umrini hasad va alam bilan o'tkazdi. U juda katta kuchga ega edi. Oddiy iblislar yoki hatto past darajadagi oliyoylar bir necha zarbada yengiladi. Ko'z ilg'amas harakatlarga ega. Bir necha samuray masofasini bir lahzada bosib o'tadi. Tanasi katta zarar ko'rsa ham tezda tiklanadi. Katta jarohat qilish Xullas zarar kalom kuchli ekanda. Tushunarli.